Kondisioner yoqqanda, drayvga yoki birga urib qo'zg'alganda g'irjillagan ovoz chiqadi ko'pchilik avtomobillarda. Bunga natijali sabab bo'ladi desam, juda ko'pchilik ustalarimiz bu haqda video qilib ham qo'yishdi. Hattoki o'zini qanaqa qilib remont qilish haqida ham qo'yishdi video. Lekin bu avtomobilda egalari 2 martadan natijali qo'yishgan. Bundagi g'irjillagan muammosi yo'qolmagan. Bu nimadan bo'ladi? Videoni ko'rib turing. Men sizga batafsil ma'lumot bermoqchiman shu haqda. Bu g'irjillagan ovozini yo'qotish uchun egalari remen ham qo'yib ko'rishgan, lekin ovoz mutlaqo yo'qolmagan. Biz buni tekshirganimizda generator shkipidan bo'lib chiqdi muammo. Ya'ni generator shkipni ichida podshipnigi bor. Podshipnik qisib qoladi yoki to'kilib ketadi. Bunda qisib qolgan, shuni hisobiga g'irjillab ovoz bergan. Agar siz ham avtomobilingizda xuddi shunday muammo bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling. Ishlaringizni sifatli qilib, garantiyali qilib beramiz. Shu videoga bitta like bosib, albatta profilga obuna bo'lishni ham unutmang. Sizga manfaatli video chiqarishga harakat qilamiz.